Barchalaringizni kirib kelayotgan ulug' Qutlug' bayramimiz Eidul Adha Qurbon bayrami bilan chin qalbdan tabrik etishga ijozat bergaysiz. Alloh subhanahu va taolo bu bayramni hammamiz uchun barakotli, xayrotli qilsin. Ko'p yaxshiliklarga sababchi bo'lishini nasib etsin. Barchalaringizni kirib kelayotgan ulug' Qutlug' bayramimiz Eidul Adha Qurbon bayrami bilan chin qalbdan tabrik etishga ijozat bergaysiz. Alloh subhanahu va taolo bu bayramni hammamiz uchun barakotli, xayrotli qilsin. Ko'p yaxshiliklarga sababchi bo'lishini nasib etsin.